Xitoyni o'zi ham baribir ko'chmanchi ildizga borib taqaladi. Ya'ni qaysi ma'noda endi juda qadimda Huanghe Yansi bo'yida o'troq madaniyat paydo bo'ladi-yu. Lekin birinchi Xitoy davlati paydo bo'lganda, shartli ravishda Shan In davlatlari deymiz. Milod davri 18-17 asrlarda shularni madaniyatini o'rganganda arxeologlar aytadi, bularda hali shamonlik urf-odatlari kuchli edi. Biz bilgan klassik Xitoy dini yo'q edi. Keyin shaharlar qurishni ham endi o'rganayotdi deydi. Baribir menimcha Xitoyni o'zi ham bir qanaqadir ko'chmanchilikdan boshlab o'sha har xil tilda gapiruvchi juda katta bir massadan ajralib chiqib bir o'troq madaniyat qurgan bir xalq bo'lsa kerak deb o'ylayman.